Demek qara. Sila tяготения var, sila tяжести var. Onlardan videoda turish uchun qayta takrorlab aytib o'taman. Tяжесть degan og'irlik kuchi, tяготение degan tortilish degan. Tushundingmi? Butun olam tortilish istilohda butun olam tortilish kuchi tushuniladi. Tushundingmi? Asli tяготение degani tortilish degan. Endi jism deb nimaga aytiladi? Jism deb fazoda massaga, hajmga va shaklga ega bo'lgan narsalarga jism deb ataladi. Mumkin bir narsaga ta'rif etib yotsak, shu narsaning nomi ta'rifning ichida bo'lmasligi kerak. Ta'rif degan neydi? Ta'rif degan nima tushunasiz? Aytib beradi. Ta'riflab ber desa, masalan, Shahzodni ta'riflab ber desa, bo'yi 1.60-70 bo'lgan, masalan, oq kelgan, soqoli bor deb ta'riflaysiz, tushundingmi? Shuni ta'rif deydi. Ta'riflaysan buni ko'rmay turgan odamga qanday ekanligini, xususiyatlarini, xossalarini aytib ta'riflab berasa, mana shuni ta'rif deydi. Tushundingmi? Endi ta'rif etilayotgan paytda, ma'lum bir narsaga ta'rif etayotgan vaqtida bu qoida esingda bo'lsin. Shu narsaning nomi ta'rifning ichida bo'lmasligi kerak. Misol tariqasida tushuntiraman. Davlatni ta'riflab bersa, davlat o'zi davlatda desang bo'lmaydi, u ta'rif bo'lmaydi. Tushundingmi? Pichoqni ta'riflab bersa, temirdan yasalgan pichoq desang bo'lmaydi, ta'rif bo'lmaydi. Pichoq degan so'zning o'zi ta'rifda ishlatilmasligi kerak. Temirdan yasalgan va ne deydi? Silliqlangan deymiz. Ploskiy. Ne deysiz? Ploskiyni Xulosdan temirdan yasalgan va yassi qilib yasalgan, bir uchi o'tkirlangan va unga sop ishlangan narsa pichoq deb ataladi. Desang bu ta'rif, pichoqning ta'rifi bo'ladi. Tushundingmi? Bunun buyog'i ta'riflarga e'tibor berasiz. Jism deb fazoda massaga, hajmga va shaklga ega bo'lgan narsalarga, nima deb ataladi? Jism deb ataladi. Tushundingmi? Endi og'irlik kuchi nima desa, og'irlik kuchi mana shu massasi m bo'lgan jismni yerga tortuvchi kuch. Dangal qilib aytganda, jismdan yerga tortib turuvchi kuch. Tushundingmi? Endi bu kuchni tushuning uchun sen jismga ta'sir qilgan kuch kim tarafidan ta'sir qiladi? Boshqa jism tarafidan. Yer tarafidan. Yer shari, planetamiz tarafidan. Shuni tushunishing kerak. Mana jismga ta'sir qiladi. Mana o'sha jismga ta'sir qiladi. Kim tarafidan ta'sir qiladi? Yer tarafidan. Ha, mana ta'sir qiladi. Как будто men arqamni ushlab itib, ta'sir qiladi. Tushundingmi? Demak, tortuvchi narsa ne ekan, tortuvchi jism ne ekan bilasiz? Ha? Ta'sir qilayotgan narsa yer tarafidan bo'ladi. Va jism. Endi jismlarni o'ziga tortuvchi kuch bu ne bo'ladi ekan? Og'irlik kuchi bo'ladi. Tushundingmi? Uni sila tяжести deydi. F yo'q, qo'y 300 gradusga qo'ysang bo'ladi. Tяж deb qo'ysang bo'ladi, yoki og'ir deb qo'ysang bo'ladi o'zbekchasiga. Tortilish degan nima desa, tяготение degan tortilish degan. U nima desa, Newton aytadi. Jismlar tabiatdagi jismlarning barchasi bir-birini tortadi deydi. Sen qanday tushunasiz shuni? Ay bilan yer bir-birini tortib turadi. Uni agar U ay bilan yer demayotir u. Tabiatda hamma narsa deyatir. atomlar ham bir-birini tortib turadi. Ular orasida bir atom soatida ham masofa qoladi. Ko'rdingmi davlat, sen bir-birini tortib turadigan narsalarga nisbatan aniq tushunib yotirsan. U Newtonday demayotir. Hamma narsa deyatir. Telefon mana arrani, mana piloni qara. Mana turibdi, ko'rinib turibmi? Telefon meni tortiladi deydi. Newton aytsa, ishonasizmi sen shunga? Pila deydi, telefonni tortadi deydi. Mana shu Newtonning asosiy qonunlarining biri shu. Mana shu asos, bilim asosimizning, bilimimizning asosi mana shu bo'lishi kerak, dinamikaning asosi. Newton aytadi. Asli birinchi qonunda aytib, nega birinchi qonunda Newton? Galileyning qonuniy ishini aytib, Galiley aytib ketgan. Ko'rding, esimda yo'q.
Bu bo'lmaydi bu. Bunday bilim bo'lmaydi bu. Newton haqida gap ketdimi? Dinamika haqida gap ketdimi? Newton 3 qonunisiz hech narsa xabar olmaysan. Onun tatbiqisiz hech narsa xabar olmaysan. Chunki hayotimiz mana shu Newtonning qonunlariga bog'liq, mana shu yashashimiz, turishimiz Newton qonuniga bog'liq. Bu neydi? Ben 1 saat aldım, 2 gün aldım ötken mevzum bugün bilmeyiz. Onday bo'lmaydi bu. Demek Newton aytayotdi. Ruchka telefon tortadi, telefon ruchkani tortadi deydi. Qanday o'ylaysiz? To'g'ri aytamiz? Nega undan tortmaydi? Nega qo'ydi buni? Ular arasida kompensatsiya qiladi. Yo'q. Qanday kompensatsiya qiladi? Ruchka bilan telefon qanday orasida kuchni kompensatsiya qiladi? Mana topishaylik. Endi yerim tartish kuchi ularni tartish kerak qanday katta bo'lsa, shuncha ular tortmaydi. Shuning uchun ular tortmaydi deb o'tirsan, tortadi deb o'tir Newton. Sen tortmaydi deb o'tirsan. Tortadi, asli tortadi. Lekin boya sen aytgandek, kuch juda ham kichik. O'ta kichik bo'lishimizni bilmaymiz. Biroq Newton aytayotdi, hamma narsa bir-birini tortadi. Momon, partani stol ruchkani stol. Newton parta ruchkani tortib tur deydi. Ruchka partani o'ziga tortib tur deydi. Biroq sizlar bilmay tursizlar deydi Newton aytadi. Ko'rdingmi? Telefon ruchkani tortib o'tir. Ruchka ham telefonni tortadi. Ular то есть в природе не существует действия, в природе существует противодействие. Взаимодействие. Tabiatda ta'sir yo'q, tabiatda o'zaro ta'sir bor. Tushundingmi? Demak, nima uchun biz buni bir-biriga bitib yaqinlashganini ko'rmayapmiz? Xuddi magnitga o'xshab, agar u tortsa desa, Newton aytadi. Bular orasida kuch shunchalik kamki, tushunasizmi sen men? Bularning orasida kuch shunchalik kamki, biz uni his qilmaymiz deydi. Tushundingmi? Endi bu kuchni ko'paytirish uchun nima qilish kerak? Massasini orttirib. To'g'ri. Endi mana tortilayotgan ikki kuchni qarashtirdim. Telefon bilan ruchka, ha? Endi men ruchkani olib tashlayman, telefon bilan boshqa jismni olaman. Qanday o'ylaysan? Niye olaman? Parta bo'lishi mumkin. Yo'q, parta ham unday bilmaydi. Yer sharini olaman. Massasi juda ham katta narsa olaman ikkinchisiga. Tushundingmi? Mana qara. Endi sezilarli bo'ldimi? Endi ekon tortish kuchini sezyapsan, niçin sezilarli bo'ldi endi? Yer massasi katta. Ikkinchi jism massasini kattaytirdim men. Ruchkaning massasini shunchalik kattaytirdimki, yer shari bilan teng bo'ldi. Endi ruchka bilan ana nisini bilasan mana. Tortib o'tib ekan. Tushundingmi sen endi? Mana shunday. Demak, endi uni tasavvur qila bilishliging uchun Newton aytadi. Qara. F teng G M1 M2 R kvadrat deyman. Bütün alan tortish kuchining formasi mana. Bilasiz, formasi eshitgansizlar. Endi Newton aytadi, mana 1 kilogramm jism bo'lsin deydi. Mana ham 1 kilogramm jism bo'lsin deydi. Ekon orasida 1 metr bo'lsin deydi. Adım mana 1 kilogramm jism, 1 kg. Adım yana 1 kilogramm jism, 1 kg. Arasida ne bo'ldi? 1 metr. 1 metr bo'lsa deydi. Bu jismlar bir-birini qanday kuch bilan tortadi, qanday topsak bo'ladi? G-ga teng bo'ladi. Ha. F teng G 1 kvadrat. Mana hammasiga teng? 1 ga teng. Demak F teng G ga, G ham teng 6.67 10 darajasi minus 11. Qara qanchalik kam kuch? Bu muammoda yo'q. 1 2 3 4 5 6 7 8 667 Newton mana. 1 Newtonning qanchadan bir qismi? 1 2 3 4 5 6 milliondan bir qismi? 7 8 9 milliarddan bir qismi? 100 milliarddan bir qismi. Tushundingmi? 1 Newton kuchning 100 milliarddan bir qismiga teng bo'ladi. Agar u 1 kilogramm bo'lsa, o ham 1 kilogramm bo'lsa, ekon orasida masofa 1 metr bo'ladigan bo'lsa, bu ekon bilan qanday kuchlar tortadi ekan? 100 milliarddan 100 milliarddan 667 Newton kuchni bir ham emas. Tushundingmi? Tushuntira bildimmi? Qiyinmi? Qiyin emasa, tushunga bo'ladi-ku. Ba'zi aytgandek,
bulan ekin arasında tartış küçüğe kalan yerini bulan tarttıran küçüler çünkü yer katta o, masası katta o. Şimdi mi? Bu savalda şu narsa kelib chiqadi mana. Imеется ли, yani dedim, qaysi birini o'qidim? Qaysi birini o'qidim? Bilmayman, aytmas. Ha, mana. Что нужно сделать, чтобы увеличить силу тяготения между телами deydi. Ansasini ortish kerak. Ha, endi tushundingmi? Endi tushundingmi deymi? Bu nega javob berib o'tib ketding sen? Ansasini ortish kerak deganman. Degansan? Nega? Nega boya aytamading uni? Boya aytdim, siz tagoteni deb turasiz. Tagoteniga qildirsiz-ku. Siz uni ne uchun ortish kerak deb so'raman, sizning tagoteni so'rasam, uni yozib ketasiz bo'ldi. Xullas kelam, shunday. Ketdik. Demak, изобразите графические силы тяжести, действующие на шар, лежащий на поверхности Земли. Изобразить etdingmi? Men bu kitobni tushunib, arasam biroq osh savol tushgan. Tushganmi, og'ish savol tushganmi? Oshga o'xshash tushgan. O'xshash emas. Bu emas biroq. Ehtimol tushgan bo'lishi kerak. Yo'q, shart tushmadi. Mayli, ishlab ketaver. Undan ziyoni yo'q-ku, sen 1 minut vaqtini oldi, rasm chizasa, kuchlan ko'rsatsa ketasan, to'g'rimi? Zato optin oshadi. Keyingisi. Mayli, bunlar ketdi, ishlaysa bunlar. Так, почему явление притяжения тел друг к другу называется всемирным тяготением, deydi? Savol. Потому что tortish kuchi butun olamda bor. Bunday emas. Butun olamda bor emas. Chunki tabiatda hamma jismlar bir-birini tortadi. Shuning uchun всемирный deydi. Tushundingmi? Butun dunyoda ne bor? Ular bir-birini tortadi. Bay aytdik-ku. Shundan kelib chiqqan holatda, ko'rdingmi? Mana shu bilimlarni tushunib qo'ying. Найдите силу тяжести, действующую на чугунную болванку. Болванка neydi? Lug'atga yozsa, tushundingmi? Tushundingmi? Обязательно har bir betingda lug'at ko'rayman sen. Til boylig'i o'sish kerak senga, обязательно. Tushundingmi? Bolvanka o'qidingmi? Notanish so'z yozib ko'rdingmi? Обязательно. Xuddi boya aytganda qilib o'rgatganda ne qilasa? Lug'at yozasan deganlar. Xo'sh. Bir deb qo'y. Nega Allah? Bolvanka. Tire. Shu tasadan yolasa, men yo'q bo'lsam, Google'ga kirasan. O'z eng gemini yaxshimasmi? Men Gemini ishlatmayman. Qara, это предварительно обработанная заготовка из металла. Нет, спасибо. Дерево, пластика, используемое как сырье для создания конечного изделия. Kubik yaxshilab qo'yilgan. Tushundingmi? Temir bo'lsin, yog'och bo'lsin. Keyin dalishim narsa ishlatib uchun. Rasm. Mana bolvanka. Ko'rdingmi? Дюралевая болванка. Чугунная болванка. Sen az чугунная болванка ketdi. Ko'rdingmi? Mana. Чугунная болванка. Чугунная болванка. Ko'rdingmi? Bu nechun bunday shaklda ishlab qo'yilgan? Chunki buni Turkmanistonga qo'yib turib, Turkmanistonga ekan bilasan? Ikki chetdan qisatdagi aylantirib turadi, figura beradi. Tushundingmi? Или kasat, или sharqlar, o'sha narsalar. Или вообще o'shanday shakl eng sodda shakl. Kub shaklda qiladigan bo'lsa, rasxod ko'p bo'ladi. Tushundingmi? Markazga eng yaqin bo'lgan rastoyaniyalar nuqtalarining birlashgani buni aylana deb aytadi. Uni geometriyani o'tkazsa, o'sha eng sodda figuralardan biri shu aylana. Xullas kalom, shuning bolvanka ekanni, shuni megasi qo'ysa. Bolvanka bu shu предварительно tarjima qilsa, o'zing tushunayotgan tilda megasi qo'ysa. Tushundingmi? Biz menga aytasizmi? Darsga kirmaydi. Yana kirmaysan. Hozir dars boshlandimi? Qancha minut bo'ldi? 10 minut deydi. Nega menga aytmaysan shuni? Mazkur vaqt nima?
Bak dur belki kitapla kır çıkalım. Xullas kalan şunlar işlep gelme onun bäri. Şunun var. Mümkün müsün yana paçerezi gördün mü? Yana bir novi tema tuga bolary.